yangi salondan 12 olib, agarda bunga sifatli benzin quymasangiz, motor pishadi. Shuning uchun optimalniy jihoz bu propan bo'ladi. Xo'p, akajon qaysi joydan keldingiz? Sirdaryodan o'zimizdan keldingiz, ha? Xudo xolasa, propanda haydab ko'rdingiz, yurishi yoqdimi? Yoqdi, mana bu zo'r. Kelish tavsiya berasizmi? Ha, albatta. Ish sifati qanday bo'ldi? Chotki, menga yoqdi. Xudo xolasa, ahamiyat berasizlar. Bunga 200 talik original Polsha migalarini ustonovka qilib berdik va original atike reduktordan foydalandik. Ish sifatiga, montajlariga bitta ahamiyat berib qo'ysizlar. Juda ham ideal holatda qilib berganmiz. Original xomitigacha original, X original farsunkali va suv sirklaslar pechkalardan olingan va o'rtasiga trubkalar qo'yib chotki ustonovka qildik. Shuning uchun qaytarib o'tamiz. 12 Tracker, Monza, Cobalt, M7 barchasiga propan ham, metan ham ideal tushadi. Ya'ni ko'pchilik salondan olish bilan qo'ydirishga o'ylanadi. Yo'q, o'ylanmang. Agarda siz idealni tanlovda tanlaydigan bo'lsangiz, ya'ni original jihozlar bilan menga o'xshash Polshaning original miyalari bilan qo'yadigan bo'lsangiz, bezmuammo yurib beradi. Har qanday turdagi avtomobillarga yuqori sifatda propan va metan ustonovka qilib beramiz. Kimgadir mana shu ustonovkalar narx-navosi qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Bu videoni 12chilarga yuborib qo'ying. Ha, aytgancha bitta zapravka bemalol 500 km yurib o'tishi mumkin. Faqatgina zapravkani bosimi ham yaxshi bo'lsa, ya'ni 47 talik balon bilan bemalol 230 ming, 240 ming so'm puliga. Sirdaryo Metan Gaz ishonchli, sifatli xizmat sizlarga taklif qoladi. Tanlovda adashmaymiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, biz sizga taklif qilamiz. Har doimgidek aytadigan gapimiz, siz sifatga talashing, biz sizni mashinangizni sifatli holatda yurg'izib beramiz.